ikkinchi qavatdan 2 xonalik tayyor uy so'ragan edingiz-ku. Aynan ushbu xonadonimiz siz uchun. Qarshimizdagi 5 qavatli Novostroy uylarining ikkinchi qavatida umumiy maydoni 53 kvadratni tashkil qilgan 2 xonalik uyimiz sotuvda. Tashqi ishdan kelishimiz bilan to'g'rimizda spalni, chap qo'limizda dushovoy va oshxonalar. Siz bilan birgalikda mehmonxonasini ko'rib chiqamiz. Videomizga hozirdan bitta like tugmachasini bosib, Termiz uy bozori kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Katta mehmonxonasida turibman. Narxi ham juda qulay narxda bo'lyapti. Narxini siz uchun aynan 410 million so'm deb baholab qo'ydik. Yanada kelishadigan joylari mavjud. Bu uyimizni naqd yoki ikkilamchi kredit asosida xarid qilishingiz mumkin. Mehmonxonasidan chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda spalni xonasi, boya aytib o'tganimizdek, barcha mebel texnikasi, bitovoy texnikalari qoladi. Hozirgi paytda ham bemalol ijrochini 2,5 million so'mga qo'ysangiz bo'ladi. Aytib o'tganimdek, shu bir passiv daromad turi hisoblanadi. Ko'chmas mulk ham. Bu xonadan chiqishimiz bilan to'g'rimizda dushovoy bilan hojatxonasi отдельный yarmigacha kafillangan. Gaz, suv, svet, kanalizatsiyada aslan muammo yo'q. O'ng qo'limizda dushovoy. Va oshxonasi. Hamma narsasi qoladi deb aytib o'tdik. Bog'lanish nomer 99 kodi bilan 716 53 78. Qanaqa tushunmagan savollaringiz bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanishingiz mumkin.